Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Birodarlar, bugungi suhbatimiz boshqacha bo'ladi. Bugungi suhbatimiz sal voqeimizga tegishli bo'ladi. U esa yahudlar to'g'risida bo'ladi. G'azzadagi bo'layotgan ish bilan ozgina tarixga qarab bir suhbatlashamiz. الجدارين هنا متناثرة في كل مكان، لربما مشهد لا نستطيع أن طفل وحيد، زراعة يا عالم، والله زراعة. حسبي الله ونعم الوكيل. والله وحيد يا عالم، كان قاعد بيلعب بالاولاد، من بين الاولاد ربنا اختار. والله من بين الاولاد ربنا اختار، الحمد لله رب العالمين. ما زراعة الحمد لله رب العالمين. وصل يا الجبل يلا ابو احمد اديله لي هاي رجع الذين تم اغتيالهم الان بعد هذا عمر Hozirgi kunda mana Ramazonga 10 kun qoldi. Oxirgi 10 kunlik fazilatli kunlar kirib turgan paytda bir zahotda shu kunlarda yana G'azzada urush boshlandi. 2 kun bo'ldi. Axborot vositalariga ko'ra, xabarlarga ko'ra 600 dan ko'p musulmon shahid qilindi. Mana shu 2 kun ichida musulmonlar afsuski qonlari suvdek bo'lib qoldi. Balki suvdan ham qiymati yo'q. 600 dan ko'p musulmon o'ldirildi. Shunday ulug' kunlarda. Allohu a'lam bu qachongacha davom etar ekan. Va bu o'zi sulh bo'lgan edi. Sulh ikkinchi bosqichiga o'tgan edi. Lekin Qur'onda Alloh taolo aytgandek, "Va kullama ahadu ahdan labadahu fariqun minhum." Qachon ular bir ahd qilishgan bo'lsa, ularni bir boshqa guruh kelib ahdni buzgan. Jamoasi kelib. Xuddi shunaqada hozir ham kelishuv bo'lgan, lekin kelishuvni yana kelib buzishib, yana urushni boshlab yuborishdi. Bu yahudlar, Banu Isroil bular, hattoki bular hozirgilar o'zi Banu Isroil to'g'risida shubha bor, lekin mana shu yahud nimasi bo'lgan, nima odamlar Musa alayhisolamni ham qancha qiynashgan. Qancha ibtilolar qilishgan. Alloh subhanahu va taolo bilan gaplashgan ketganda nima qilishgan? Bitta but yasab, nimaga o'xshagan? Ho'kizga o'xshagan, ijil. Shuni ibodat qilib olishgan. Musa alayhisalom kelib Harun alayhisalom urush bergan. Nima qilding deb. Harun alayhisalom bunday qilib aytganda, qo'limdan hech narsa kelmadi bular uchun degan. Va mana Baytul Maqdisni fath qilish uchun kelinglar, jihad qilib kirib, mana shu joyda olaylik deganda, Robbim bilan borib urush deb turib qolishgan va 40 yil o'tgandan keyin yana fath bo'lib kirishgan. Shuna bo'lib Musa alayhisalomni qiynagan. Musa alayhisalomdan keyin qancha payg'ambarlar kelgan, hammasini qiynashgan. Rivoyatlarga ko'ra bu yahudlar 12 mingdan ko'p payg'ambarni o'ldirishgan. Hattoki yana bir rivoyatda mana shu hozirgi Masjidil Aqso, hozirgi bular Masjidil Aqsoni buzib o'rniga o'zlarini yahudiylar, ya'ni ibodat qiladigan joyini Haykal Sulaymon qurishmoqchi. Mana shu joyda bir kunda o'zida 70 tadan ko'p payg'ambar o'ldirgan degan rivoyat bor. Endi biz Qur'onda 25 ta payg'ambar zikr qilingan ismlar, ana shulardan ikkitasini yahudiylar o'ldirgan. Zakariya alayhisalom va Yahyo alayhisalom. Yahyo alayhisalom kallasini chopib tashlashgan. Shunaqa bular. Iso alayhisalomni o'ldirmoqchi bo'lishgan. Mana payg'ambarimizdan oldingi payg'ambar Iso alayhisalom o'ldirmoqchi bo'lishgan. Maryam alayhisalomga nima deyishgan? Zino qildi deyishgan. Nauzu billah. Musa alayhisalom hamma o'zimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nima qilishgan? Yoshliklaridan boshlab to vafot qilgunlarigacha o'ldirishlikka harakat qilgan. 3 marta jiddiy harakat qilishgan. Bir marta yoshlik paytlarida rivoyatga ko'ra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni sifatlarini ba'zi yahudiylar eshitishgan, ko'rishgan. Bitta sifatida o'sha payg'ambarimiz olib yurgan nima murdialari
xato aytgan, yetimmas degan. Agar yetim deganingda o'ldirardik. Yetimmas ekan, demak u biz qasd qilayotgan odam emas ekan deb turib o'ldirishmagan. Bu birinchi voqea. Bu paytda payg'ambarimiz yosh bo'lganlar. Ya'ni 5-6 yoshli paytlarda. Ikkinchi voqea Madinaga kelib 3 ta qabila bilan sulh qilganlar, kelishuv qilganlar. Banu Qurayza, Banu Nadir, Banu Qaynuqa. Ana shu uchala qabila hammasi sulhni buzgan. Eng ajablisi shuki, payg'ambarimiz Madinaga kelganlarda bularni bitta katta domlasi bo'lgan Abdulloh ibn Salam degan roziyallohu anhu. Bularni juda ham katta domlasi bo'lgan, ilmli bo'lgan, u kishi va u kishining otasi ham ilmli bo'lgan. Kelib payg'ambarimiz bilan gaplashib, ba'zi narsalar so'rab, payg'ambarimiz payg'ambarligini bilib iymon keltirganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tabiiy xursand bo'lganlar. Tasavvur qiling, yahudiylar katta domlasi keldi, iymon keltirdi. Demak, qolganlar ham iymon keltiradi deb xursand bo'lganlar. Lekin Abdulloh ibn Salam ularni bilganligi uchun nima deganlar? Ey Rasululloh, ular badbaxt qavm deganlar. Hum qavmun buh deganlar. Badbaxt ular degan. Shunday bo'lsa ham payg'ambarimiz yahudlar chaqirgan. Bu Abdulloh ibn Salam pardaning orqasiga o'tib turgan. Payg'ambarimiz yahudlar kelgan yahudiylardan so'ragan, ya'ni chaqirgan yahudiylardan. Abdulloh ibn Salamni nima deysizlar, bu qanaqa odam deganda, ular eng yaxshimiz va eng yaxshimizning o'g'li. Khayruna va ibn khayrina. Hibruna va ibn hibrina, ya'ni olimimizning o'g'li deb turib maqtab ketishgan. Enaka aytganlar payg'ambarimiz, islomga kirishi mumkinmi deganda, Alloh saqlasin, kirishi mumkin emas deyishgan. Shunday Abdulloh ibn Salam chiqib turib, ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadur rasululloh deganda, ana shu zahot, ana shu o'rinda o'zida eng yomonimiz o'g'li, eng johilimiz o'g'li deb shunday ketishgan. Shunda Abdulloh ibn Salam sizga aytdimki, Rasululloh deganda payg'ambarimiz ham qarab qo'yganlar. Iymon keltirishmagan, juda ham kam sanoq adad yahudi iymon keltirgan. Iymon keltirgan, ko'pchiligi iymon keltirmagan. Hatto mana Sofiya onamiz mana shu iymon keltirgan yahudiyalardan hisoblanadi. Otalari Huyay ibn Akhtob, bu endi islomga kirmasdan turib bo'lgan voqeani aytib beradilar. Bir kun dadam keldilar dedi. Ya'ni Sofiya onamiz aytadilar. Dadam va amakim keldi tushgan holatda. Dadam amakimga qarab, ashimi dedi. Ya'ni yahudiylar kitoblariga ko'ra payg'ambarimiz mana shu sifatlarga ko'ra oxirgi payg'ambarligi sifatlar hammasini bilishadigan bo'lgan. Bu to'g'risida Qur'onda Alloh taolo aytgan. Allazina ataynahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Kitob berilganlar, ya'ni bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xuddi bolalarni bilgandek biladi deb Alloh taolo aytgan. Bular bilishadigan bo'lgan payg'ambarimiz payg'ambarligini, lekin bitta narsa ular to'sgan. Payg'ambarimiz Ismoil alayhisalom avlodidan bo'lganligi uchun, Ishoq alayhisalom avlodidan bo'lmaganligi uchun iymon keltirishmagan. Hasad sababli. Boshqa hamma narsani bular bilishgan, tekshirishgan, ko'rishgan. Ashunda voqeaga qaytamiz. Sofiya onamiz otalari amakilariga aytadi. Ashimi deydi. Ya'ni ash kitobdagi ashimi deb qasd qiladi-da, ya'ni payg'ambarimiz. Ha deydi. Nima qilamiz endi desa, oxirgacha olishamiz deydi. Na'udhu billah. Oxirgacha bilib turib olishgan va o'lib ketgan. Payg'ambarimizga qarshi bo'lib. Va hozirgi zamonimizgacha bular hamma baloning orqasida turgan. Hatto endi bular aytganimda 3 marta suiqasd qilishga harakat qilishgan. Bir marta yoshlik paytlarida, ikkinchi marta Madinada. Asha qabilalardan birini oldiga borganlarda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir masala bo'yicha. Ular bo'ldi, masalan, hal qilamiz deyishgan. Payg'ambarimiz xotirjam devorga suyanib o'tirganlar. Shunda yahudiylar payg'ambarimiz o'tirganini ko'rib, juda ham qulay fursat bo'ldi-da, tepadan tosh tushirib o'ldiraylik deyishgan. Bo'ldi, qilamiz deyishgan. Harakat qilishayotganda vahiy kelib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilib, shunday turib Madinaga qarab, ya'ni qaytib ketganlar bularning uylaridan, turgan joylaridan. Va bular shu joyda suiqasdini qilisha olmagan. Va payg'ambarimiz kelib ularni muhosara qilib, ya'ni chiqarib yuborganlar. Endi 3-chi suiqasdlik qachon bo'lgan? Xaybar g'azotidan keyin.
bir yahudiy ayol payg'ambarimizni go'shtni qayerni yaxshi ko'rishini bilib, ana shu go'sht pishirib olib kelganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yeganlar va yana bir sahobiy yeganlar. Va payg'ambarimiz zaharligini bilib to'xtaganlar, lekin yegan bo'lganlar. Haligi sahobiy vafot qilgan. Shu zahar sababli. Lekin payg'ambarimizni yegan zaharlari ta'siri bo'lgan, lekin haqiqiy ta'sirini vafotidan oldin ta'sirini berib vafot qilgan. Bir qavlga ko'ra Ibn Mas'ud roziyallohu anhu payg'ambarimiz shahid bo'lgan deb aytganlar. Nimaga? Mana shu zahar sababli vafot qilganlar degan qavl bor. Nimaga? Chunki qavllarda payg'ambarimiz vafotlaridan oldin meni Haybardagi zahar menga mana ta'sir qildi deb aytganlar. Va payg'ambarimiz ashu 4 yil mobaynida Haybar g'azotidan to vafot qilgunlarigacha ashu zahar asoratdan qiynalib yurganlar. Shu sababli ko'p hijoma qildiradigan bo'lganlar. Shu zahardan ozor chekkanligidan. Bu zahar vafotlaridan oldin ta'sir qilib, bir qavllarga ko'ra, ya'ni Ibn Mas'ud roziyallohu anhu qavliga ko'ra payg'ambarimiz shahid bo'lganlar. Ya'ni ne qilib aytganda, bu yahudiylar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qotili. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalar, undan oldingi payg'ambarlar bulardan shuncha ozor ko'rdi. Biz uchun bular ozor qilishlik, o'ldirishlik ajab emas. Chunki bular qon-qoniga shu narsa singib ketgan. Birodarlar, modomiki shunaqa ekan, bular hech qachon tinchlikni xohlamaydi. Bu yahudlar bilan kim tinchlikka harakat qilgan bo'lsa, har doim tinchlik shartlarini buzib kelishgan. Hatto o'sha yaqin tarixga qaytaylik. 1993-yil Yasir Arafat degan odam bular bilan sulh qilgan. 78% Falastin yerini ne qilayotganini sotgan. Mayli, rozi bo'lgan. 22% yerda qolaveraman deb turib kelishgan. Shunda ham bular shunga rozi bo'lishmagan yahudiylar. Va ana shu sulhni qilgan bosh vazir ministr Ishoq Robinni 22% yerga rozi bo'lganligi uchun, ya'ni musulmon falastinliklar uchun 22% ni berishlikka berganligi sababli sionistlar, ashu yomon yahudiylar, ya'ni mutatarrif deb qo'yiladi, ya'ni radikal yahudiylar mana shu bosh vazirni suiqasd qilib o'ldirishgan. Nima uchun? Shu odam ozgina bo'lsa ham tinchlikni xohlagan. O'zi aslida u tinchlik xohlaydigan nima bo'lmagan, bir ko'p falastinliklar o'ldirgan odam bo'lgan, lekin ozgina bo'lsa ham sulhga rozi bo'lgan. Mayli, ozgina bo'lsa ham tinchlik yashaylik deb turib qo'l qo'yganligi uchun shu odamni o'ldirishgan. Hozir mana kichkina G'azza yerini va bu yerda ozgina Falastin yerini xohlashmayapti. Hammasini olib falastinliklar hammasi, ya'ni 2,5 million falastinlikni chiqarib yormoqchi. Bir gaplarga ko'ra arab diyorlariga emas, boshqa yerlarga. Chunki bular faqat Falastin emas, ikki daryo orasiga davlatini qurishmoqchi. Nil va Furatga. Bularning rejalariga ko'ra shuncha katta davlat, ya'ni hozirgi rejasiga ko'ra Misrdan yer olishmoqchi, Falastinni to'liq, Urdun, bu yerdan Saudiya Arabiston, bu yer tomondan Iroq, Suriya, Turkiya, shuncha joygacha bular davlatini qurishmoqchi. Asli maqsadi. Va buni sekin-sekin qilishmoqchi. Allohim bularni kaydini o'ziga qaytarsin. Ulug' kunlarda turibmiz, birodarlar. Oxirgi 10 kunlikda turibmiz. Bizni afsuski qo'limizdan keladigan narsa ular haqqiga duo qilish va boykot qilish. Boshqa narsa qo'limizdan kelmaydi. Afsus. Shu ikkala narsani, qo'limizdan keladigan narsa shu ikkala narsani qilaylik. Agar bu ikkalasini qilmasaylik, Alloh subhanahu va taolo oldida hujjatimiz qolmaydi. Qiyomat kuni so'ralsaylik, mana shu ikki narsa bo'lsa ham bo'lsin. Duo qilish, boykot. Alloh subhanahu va taolo Falastindagi, G'azzadagi xususan birodarlarimizga yordam bersin. O'layotganlarni shahid qatorida qabul aylasin. Jarohatlanganlarga Allohim shifo komil bersin. Och qolganlarni yedirsin. Va ularga tez kunlarda nusrat bersin. Va bizni taqsir qilganimiz uchun gunohimizni kechirsin.
Allahumma amin.